İsa alayhissalom savol bergan ekanlar: "Ey birodarlar, bir odam o'rinda yotsa-yu, uni avrati ko'rinadigan holatda usti ochilib qolsa, nima qilgan bo'lar?" deylar. Shunda sahobalar javob qilishdiki, agar bir odam o'rinda yotsa, usti ochilib qoladigan holatda bo'lsa, ustini yopib qo'ygan bo'lardik. Yo'q. Qiyomatdan oldin shunda bir alomat zohir bo'ladiki, ummati Muhammadning orasida shunda oxir zamon payg'ambarining orasida shunda bir ishlar chiqadiki, ummatlarning orasida bir insonni usti ochilib qoladigan bo'lsa, qolgan joyini ham yalang'och qilishga harakat qiladiganlar, ustini yopmasdan turib yalang'och qiladiganlar paydo bo'ladi. Bu gapning ma'nosi, bir odamning nuqsonini bir inson gapirib tursa, falonchi shunaqa ekan degan gapni gapirib tursa, o'shani oldiga yana gap qo'shib, 100 ta yolg'onni oldiga yana boshqa gaplarni qo'shib, insonlarning aybini qidiradigan insonlarning ko'payib ketishligini bashoratini bergan ekanlar. Shuning uchun muhtaram aziz birodarlar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan hadis borki, qilich bilan bir insonga jarohat yetkazsang, qilichchi jarohati bitib ketadi. Lekin bir insonga til bilan jarohat yetkazsang, tilli jarohati bitmaydi degan ekanlar. İkinci bir hadis shariflarida, ya'ni gapirmagan gaping seni asiring, ichingda qamalib yotaveradi. Bir gapni gapirib qo'yganingdan keyin sen xuddi shu gapni asirga aylanib qolasan. Gapirib qo'ydim-ku, shu insonni qulog'iga yetib qolsa nima qilar ekan, nima bo'lar ekan degan xayol seni qiynab qo'yadi degan ekanlar.